mayli, bizni nega 94, 95, 96-yillar yigitimiz yo'q, tashvishimiz yo'q, ishimiz yo'q-da, ummonni eshitib siqilib yig'laganmiz. Yagona pokoleniya bo'lsa kerak, ummonni eshitib siqilib yig'lagan. Sen eslaysanmi? O'zidan o'zi siqilardik. Va hozir eslamayman-da. Nega? Eshitib yig'lardik. Nega yig'lardik? Nega? Momoyim yo'q edi, bolam kasal bo'lmas edi, ishim yo'q edi. Ota-onamni qaramog'ida edim. Va yerim yo'q edi. Nega yig'laganman? Nega? Sizlar ham yig'laganmisizlar? Va eshitib yig'lavurib, voy ish qilayotganda yig'lardim-da. Uy ishini qilayotganda, voy aytaman, o'qish ketayotganda, voy yanachi telefonim bo'lmas edi-da. O'rtog'imni telefonini olib, eshitib, o'shanda eshitardik-da. U ham mayli, MP3 olganman. MP3 dermidi? O'shani olib ummonni eshitish uchun olganman, pul yig'ib. 25 mingni turardi o'sha vaqtda-da. Aytaman, hozir tashvishim bor, bolam bor, erim bor. Ummonni lekin faqat xursand bo'lishni eshitaman. Farqi qarang.